Zakaz bermayapti. Taxminan 15 minutdan beri o'tiribman. Kutib. Yana o'sha zakaz bermasa nima qilish kerak? Yarim soatlab zakaz bermaydi kimgadir. Lekin sпрос yomon emas. Bugun shanba kuni kechqurun zakaz yaxshi bo'ladi. Internetni o'chirib yoqib ko'raman. O'chiraman internetni. 4-5 sekund kutib, keyin qaytib yoqish kerak. Sababi faqat komfort plus yoqib qo'yganim ham bo'lishi mumkin. Hozir ko'ramiz rezultatni. Zakaz bermasa, bermayversa, joyni o'zgartirish kerak, diagnostikaga kirib ko'rish kerak, fotokontrol kelib qoladi, ko'rsatmaydi. O'sha vaqt kirib ko'rsa, ko'rsatadi. Diagnostikaga ko'rish kerak kirib. Hammasi normal, fotokontrol. Tak, zakaz yo'q, demak, zakazni o'zi yo'q, komfort yo'q hozir oldimizga. Kutsam ham bo'ladi, ekonom yoqsam zakaz beradi. Tarif ekonom. Ba'zi vaqt ekonom bilan komfort narxi bir xil bo'ladi. Yandex Go kimni telefoniga bo'lsa, ulab olgan bo'lsalaringiz, o'tirgan joylaringizdan taxminan zakaz qilib, ekonom, komfort plus narxlarini ko'rib o'tirsalaringiz bo'ladi. Taxminan zakaz emas, zakazning bo'lish shart emas, narxni ko'rsatadi. Ekonom yo'qmi, zakaz yo'q. Yana bitta ish qilamiz, yana internetni o'chirib yoqamiz. O'chirdim. O'ziga yoqib ketdi. Internet endi yoqaman. Zakaz berdi. Foydasi yaxshi, internetni o'chirib yoqsa. Olamiz. Bonus bergan o'sha uchun ko'proq zakaz qilishim kerak. Bonus bergan vaqt ko'p bekor o'tirgan foydasi yo'q. 30 tami, kuniga 35 tadanmi hisoblab uraverish kerak. 11 ming bonus bergan 207 taga bir haftalik.